Endi qizingni kim ham kelin qiladi deganlarga javobim. Birinchidan, hech qachon qizimni mana shunaqa g'irt o'zbekcha panyatka bilan yashaydigan, g'idi-g'idi g'iybat, gap so'zlar bilan yashaydigan va mana shunaqa eskicha panyatkalar bilan yashaydigan odamlarga uzatmayman. Ikkinchidan, men qizimni sovchi bilan uzatish niyatim yo'q. Men na qizimni, na o'g'limni o'zim odam topib uylantiradigan, erga beradigan odam emasman. Maza qilib baxtli yashashsin, men kabi. Alo. Misha o'rtoq qalasi tuzumsiz? Qarang, bitta qiz qidirib yuribsiz-ku. Topib qo'ydim sizga. Yo'q, sovchi shart emas ekan, shundoq berib yuborar ekan. Yo'q, jalab emas. Yaxshi, bo'lsa kerak. Kerak emasmi? Xo'p. Endi internetda chiqqan ekan, o'shanga sizga tavsiya qildim. Xo'p. Kerak emas ekan, opa, nima qilamiz? O'zbekchilikda bunaqa narsalar to'g'ri kelmas ekan, opa. Nima qilamiz endi?